Kiberbullying g'arazli niyatiga kishilar tomonidan nishonga olingan kishiga nisbatan shafqatsizlarcha tarzda psixologik jarohat yetkazish va tahqirlash usullaridan foydalanish natijasida bugungi kunda onlayn hujumning eng zararli turlaridan biri hisoblanadi. Kiberbullying nishonga olingan shaxsga, ya'ni jabrlanuvchiga tahdidli xabarlarni jo'natish va uni sha'nini yerga uruvchi foto va videolarni ijtimoiy tarmoqlarga joylash va hattoki jabrlanuvchini kamsitadigan ma'lumotlar joylangan soxta saytlarni yaratish tarzida namoyon bo'ladi. Kiberbullying achinarli oqibatlarga va hattoki o'z joniga qasd qilish holatlariga ham olib kelishi mumkin. Kiberbullying qanday vujudga keladi? Kiberbullerlar ko'proq o'z harakatlarini o'ylab topilgan ismlardan foydalanib, anonim tarzda tarqatadilar, biroq agar nishonga olingan shaxs zaifroq odam bo'lsa yoki tajovuzkorga biror xavf tug'dira olmasa, o'zlarining haqiqiy ismlaridan ham foydalanishlari mumkin. Aksariyat kiberbullerlar faqatgina onlayn muhitda fikr bildira oladi xolos. Real hayotda esa ulardan nishonga olingan shaxsning yuziga ushbu fikrlarni aytishga jur'at yetishmaydi. Kiberbullyingni qanday aniqlab olish mumkin? Har qanday elektron shaklda yuborilgan haqoratlovchi, xo'rlovchi va tahdidli xabar kiberbullying hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda jabrlanuvchining roziligisiz tarqatilgan har qanday haqoratlovchi foto va videolar ham kiberbullyingdir. Nishonga olingan shaxsga tuhmat uyushtirish maqsadida ijtimoiy tarmoqlarda ochilgan qalbaki profillar yoki veb-saytlar ham kiberbullying turlaridan biri hisoblanadi. Kiberbullyingni qanday to'xtatish mumkin? Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaringizning maxfiylik sozlamalarini yaxshilab o'rganib chiqing. Mana ularning yordamida nimalar qilish mumkinligi haqida bir necha misollar. Siz mazkur maxfiylik sozlamalarni o'zgartirish yo'li bilan o'zingizning shaxsiy profilingiz kimlar tomonidan ko'rilishi, shaxsiy xabarlar yuborish yoki postlaringizga izohlar qoldirishi mumkinligi to'g'risida qarorlar qabul qilishingiz mumkin. Siz haqoratli izohlar, xabarlar va fotolar ustidan shikoyat yuborishingiz va ularni o'chirishni so'rashingiz mumkin. Huquqbuzar bilan to'g'ridan-to'g'ri kurashga kirishmang. Tajovuzkorga javob bermaslikka harakat qiling. Bunga yo'l qo'ysangiz, tajovuzkorni bezorilikni davom ettirishga rag'batlantirasiz xolos. Parollaringizni mustahkam himoyasini ta'minlang. Har qanday internet foydalanuvchisi kiberbullying qurboniga aylanishi mumkin. Bu kabi salbiy holatlarga duch kelib qolishni oldini olish maqsadida internet tarmog'iga shaxsiy ma'lumotlaringizni ochiq holda joylashtirmaslikka harakat qiling. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sizning akkauntlaringizni o'quvchi yoki ko'ruvchi guruhlar toifasiga ham e'tibor qaratishingiz muhimdir. Doim hushyor bo'ling, media savodxon bo'ling.